Ya'ni listada Neymar men uchun Vinicius Junior. Chunki Vinicius Junior ikkita ustun tarafi bor. Birinchisi Neymarga o'xshab Braziliyada tug'ilgan. O'zinglar bilasizlar, braziliyaliklarda ikkita yurak bor. Birinchisi yashash uchun urayotgan yurak, ikkinchisi futbol uchun urayotgan yurak. Vinicius'da mana o'zlaring ko'ringlar, Vinicius 85 lik olganman. 88 qilib, ya'ni 3 ta kuchaytirdim. Tezligi, tezlanishi, staminasi, kontroli, pasi, udari ajoyib holatga kelgan. Menimcha Dallas 19 da Neymarni kuchaytirgan edim. Vinicha ham bo'la olmaydi shekilli. Chunki Vinidan kuchliroq. Men ko'p kishi mendan so'ragan, sinfdoshlarim, repetitorlashlarim ko'p kishi so'ragan, Ronaldoma Messimi degan. Men Neymar deganman. Chunki Ronaldoda ham Messida ham Neymarchalik skillsi yo'q deganman. O'zlaring ham tan olaring. Neymar baribir boshqacha-ku. Sizlarga sog'lik, menga esa obuna bo'lib qo'ying Dallas Gamerga. Eslatma kuchukcha bilan yozmasanglar chiqmaydi.